Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Xo'p, demak darslarimiz davom etadi. Bugungi mavzuyimiz secheni tanlashda o'tkazgich uzunligini ahamiyati. Ya'ni bir yuklama bor, unga elektr energiya kerak va tarmoq bor. Tarmoq rolida u tepadir, transformatorning podstansiya, vodnoy shitdir, vodnoy shitdan keyingi oraliq shitdir va hokazo bir ulanadigan joyimiz. Demak, tarmoq bor va iste'molchi bor. Iste'molchiga elektr energiya kerak. U shunda ishlaydi. Tarmoqda elektr energiya bor. Mana shularni endi nima qilishimiz kerak? Bir-biri bilan qo'lini berib, ko'rishtirib va bir-biriga ro'para qilib qo'yishimiz kerak. U nima orqali amalga oshadi? O'tkazgichlar orqali. Kabeldir, provoddir. Umuman aytsa, o'tkazgich. Metal o'tkazgichlar. Chunki tok havoda oqa olmaydi, polda yura olmaydi, bizga o'xshab, patologdan yura olmaydi. Tok faqat nimada yura oladi? O'tkazgich ichida, metal ichida. Xususan metal deganimiz ham yoki alyumin yoki mis. Mana shu kabellar orqali, demak, ulab qo'yishimiz kerak. Shunda nima bo'ladi? Bir odam deb qarasak, elektr energiyaga muhtoj. Mana bu odamda elektr energiya bor. O'zaro ko'prik bilan ulab qo'ydik, kabel yoki provod bilan va ketdi, ular o'zaro oldi-berdi qilib ishlab yotaveradi o'zi. Maqsad shu. Xo'p, ana endi mana shu yo'lni hisob-kitobi bor. Yo'lni o'ziga yarasha hisob-kitobi bor. Demak, so'rash kerak, bu o'zi qancha amper olarkin ish paytida? Yoki necha kilovat ekan? Kimlardir kilovatda gaplashishni yaxshi ko'radi, kimlardir amperdan. Shaxsan o'zimga amper yoqadi. Amper tushunarliroq. Amper jo'nroq, soddaroq, tasavvurga osonroq amper. Kilovatlarni ko'radi deb baribir amperga o'giradi uni. Shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilib qolamanki, kilovatlarda, quvvatda gaplashmang, unga odat qilmang, amperda gaplashing. Chunki amper tushunarli. Kilovatda 3 fazali iste'molchi bo'lsa bo'ldi. Uchala fazadagi summarniy kilovat bo'ladi-da u. Keyin uni kontaktor o'zi ne bu kilovatlarga qaralyapti o'zi. Ma'nosini qaraylik. Nega uskuna keldi, davay shuni ula, bor bozorga tush, opki kabelmi, nima olib kelsang, olib kelganda tezroq ula, yo'q degan gaplarda shundan boshlanadi-da o'zi. Buni kilovati o'zi nima kerak bo'lib qoldi hammaga? Nega qiziqib qoldi kilovat bilan? Chunki shuni ulamoqchi. Ulamoqchi, kilovatlarda gaplashadi-da, oxirida keyin baribir nima oladi bunga? Avtomat o'chirgich sotib oladi, kontaktor sotib oladi, teplovoy relay sotib oladi va hokazo. Bularning hammasiga nima deb yozilgan? Amper yozilgan o'tgan. Baribir kilovatdan gap boshlaydi, aylanib o'rgilib amperga boradi-da, do'konga kirib amper bo'yicha sotib oladi. Menga deydi, litoy korpus avtomat kerak. Xo'p, necha amperlik? 100 amperlik. Hech kim o'tda kilovat uji gaplashilmaydi. Hamma yerga amper yozilgan. Kontaktorlarga yozilgan. 50, 11 bu tomoni amperni ko'rsatadi. Mana oxirida baribir amperga o'tgandan keyin mana shu ish aslida mana shuni ulash uchun qo'zg'aluvdi bu masala. Hamma uni shilligiga qarab, uni necha kilovat ekan deb savol, har xil maslahat. Demak, mana shuning uchun ham amper qulay. Tokda muomala qilish, tokka suyanish, tokka tayanish qulay. Chunki toklar avtomat o'chirgichlarda ham, kontaktorda ham, APD, teplushka, yana nima bor, hamma yerda tok faqat bitta fazaga nisbatan yoziladi. 3 fazali avtomat o'chirgichda ham har bitta palasaga, har bitta polius, qutb uchun yoziladi. Mana bu mojaro ham ko'p bo'lib yotadi. Gruppalarda bir necha marta tushuntiramiz. Yana takrorlanadigan, hamisha aktual, hamisha mujmal bo'lgan savollardan bu. Ko'p bo'ladi. Mana bu deydi 100 amper yozib qo'yibdi kontaktorga. Demak, 3 fazali kontaktor. Demak, 100 amper bo'lsa 33 99 33.3 deydi. Xullas 100 ni 3 dan 1 oqadi bu palasadan.
mana kontaktor bo'lsa, va ichkarida nima, bunda ko'prikchalar bor, ulanadigan. Mana bu yerga 100 amper yozibdi. 100 amperlik kontaktor bo'lsa, demak, mana bundan 33.3, ikkinchisidan 33.3, hammasini jamini qo'shsa 100 bo'ladi. Demak, 33 amperdan oshiq ko'tara olmaydi degan nuqul mojaro bahs. Bu avtomat o'chirgichga ham taalluqli. Mana bu avtomat o'chirgich litoy korpusga yozib qo'yibdi. 200 amper deb. Demak nima? 66.6, 66.6 mana shunaqami? Yo'q. Eslab qoling, amperlar tok hamisha bitta palasaga nisbatan yoziladi. Bitta palasa 100 amperlik kontaktormi? Mana shuni o'zi 100 o'tkazadi. Bu ham 100 o'tkazadi, bu ham 100 o'tkazadi. Har biri 100 amperdan o'tkaza oladi. Bitta uchun yozgan buni. Bittaga nisbatan yoziladi. Jami emas. Bu qo'shuv, bu summarnisi yozilmaydi. Bittasi. Unaqada peremichga bersak, bunday qilib, peremichga bersak, demak 100 bemalol 100 amperli avtomatdan mana bunaqa peremichga bersak 300 amper ham o'tkazib yuborish mumkinmi desa, mumkin. Mumkin. Peremichga bersa, mana bu har bitta yo'l 100 amper o'tkazib olgani uchun bir-biriga ulab qo'ygandan keyin 3 ko'paytirib 300 amper tok bemalol o'tib ketadi. Avtomat o'chirgichda ham men 3 fazalikni bitta fazaga qo'llamoqchiman deb 200 amperli avtomatni mana bunaqa qilib 3 fazali haqida gap ketyapti. O'zi 3 fazalikda bo'ladi mojaro, tushunmovchilik. Bir fazada hech kim bunaqa savol bermaydi. Bir faza o'zi bitta kirib, bitta chiqadi-da. Mana bu yozgan amperini hamma shu yerdan o'tadigan amper deb tushunadi. Bir fazalikda muammo yo'q. Bahs, tushunmovchilik yo'q. Mana bunda bor 3 fazalikda. Bir fazali o'z yo'l bitta bo'lib turgandan keyin hech kimning xayoliga kelmaydi. Bu mana shundan o'tadigan tokmikan yo yonidan o'tadigan, yonidan tok o'tmaydi-yu, o'zi bitta-ku, bitta polus, bir fazada. Muammo mana bu yerda. 3 fazalikni demak avtomat o'chirgichni bir-biriga peremichga qilib 200 amperlikdan 600 amper hazilakam tok emas. 600 amperni o'tkazib yuborishi mumkinmi? Desa mumkin. Farazan tipi ekan, farazan tipida katta toklar bo'ladi. 600 amperga avtomat o'chirgich o'rnatish kerak. Lekin o'sha yo'q ekan. Qo'l ostimizda 200 amperli avtomatdan 3 ta bor ekan, 3 ta. Demak, mana bu yerga 200 amperlik, 200 amper, 200 amper. Fazalarni bunday peremichga qilsak, nima bo'ldi? Tok kelib 3 ga bo'linib oqib ketgani uchun har bitta palasasiga nisbatan yozilgan bu. Har bitta yo'lni o'zi 200 amper o'tkazib olgani uchun peremichga bersak, demak, mana shuni mana bunaqa shaklda ulasa bo'lar ekan demak. Mana bitta 600 talik katta avtomatimiz yo'q, lekin kichkina 200 talikdan 3 ta bor ekan. Peremichga qilib bemalol 600 amper o'tkazib yuborish mumkinmi desa, mumkin. Kontaktorlarda ham mumkin, lekin nega unaqa qilinmaydi? Nega hayotda ko'zimizga tashlanmaydi, hech ko'rmaymiz? Tavsiya qilinmaydi. Mana bu yerda xavf bor, yaxshigina xavf bor. Men tushuntirish uchun aytayapmanki, aslida bemalol turib beradi. 200 amper deb yozilgan avtomat o'chirgichni agar o'chirgichga peremichga bersangiz, bemalol 600 amper o'tib ketadi. 200, 200, 200. Hammasini ulab olsangiz bir-biriga. Kontaktordan ham o'tib ketadi. Mana bu tushuntirishi uchun mana har bitta palasaga nisbatan yoziladi amperlar. Amperlar hamisha bitta fazaga, bitta polusni o'tkazish qobiliyati yoziladi. Uchalasini yig'indisi emas. Buni tushuntirish uchun aytib o'tyapman, lekin bu mana shunaqa ishlating, joyi kelganda shunaqa qilib keting degani emas. Mana bunaqa qilinmaydi. Hatto tok tomonidan o'tkaza oladi. Nega qilinmaydi? Chunki men buni rosa tushuntiraman gruppalarda ham bunaqa ulamang deb. Chunki hamma narsa normal holatda yaxshi bu. Lekin kontaktor qorayadimi? Ko'prikchalari ulanib, uzilib, masalan 10 marta, 20 marta qisqa tutashuv bo'ldi deylik. Bir qisqa tutashuv toklari katta bo'lganda mana bu anchayin stress ko'radi-da, tava o'xshatish mumkin bo'lsa odamga. Bir stressga tushadi. Ichlari ozgina urinib qoladi.
Chunki qisqa tutashuv rejimi kontaktor uchun ham, avtomatlar uchun ham juda og'ir hisoblanadi. Shuning uchun o'zi 3 tagina shansi bor-da. Avtomat o'chirgichlarga o'zi yozib qo'ygan. Umri davomida, hayoti davomida 3 ta qisqa tutashuv ko'rsa tashlab yuborgan degan. 2 ta qisqa tutashuv ko'rsa o'ylab ko'rgan, bir tekshirib olgan degan. Bir prozvonka qilib, o'sha qisqa tutashuv paytidagi tok birdan 800 ming amperlarga chiqib ketganda ichida bir nimalari o'ta qizib, yopishib qolib, o'yilib ketib qolib, kumush suspachalari, kumush tugmachalari talofat yetmadimikin? Bir tekshirib olgan degan. Mana bitta qisqa tutashuv ko'rsa, bitta umrida, bitta keza ko'rsa, qo'rqmasdan yana yoqib ishlatur deydi. 2 ta keza ko'rsa, to'xta, sirasi yoqib tashamaganda birro qarab olgan, ammo vintlarini yechganda, bunda ochganda, qara, hamma narsa mexanizmlar bitta o'chirib yoqib ko'r. Joyidami, nimadir bo'lib qolmadimi? Har holda umrida 2 ta stress ko'rdi bu. Ya'ni ta'bir joiz bo'lsa, odamlarda ham aytadi-yu, mana bu odamni ehtiyot qilinglar, nima desa, 2 marta infarkt bo'lgan deydi. 3-inchisi doktorlar ham aytadi. Ehtiyot qilinglar, 2 marta o'sha infarkt ko'rdilar. 3-inchisi olib ketadi deydi. Unaqa infarkt, davomli infarkt bo'lib, men 7 marta infarkt bo'ldim, men 8 marta infarkt bo'ldim degan odam yo'q. O'zi birinchisini o'zi ko'pchilikni olib ketib qoladi, o'ladi. Ikkitadan keyin juda ehtiyot bo'linglar, stress bo'lmasinlar, siqilish mumkin emas, u mumkin emas deb mana buncha narsa yozib beradi doktor. Chunki infarkt jiddiy stress, jiddiy talofot badan uchun. Avtomat o'chirgich kontaktorlari uchun ham qisqa tutashuv shunaqa narsa. Toklar birdan juda baland qiymatga sapchib sakrab ketgandan keyin. Infarktga qiyos qilsak, mana bitta infarkt ko'rganda mayli, 2 ta infarkt ko'rganda bir tekshirgan deydi, ochib, hammasi joyidan. 3 ta ko'rsa-chi? 3 ta qisqa tutashuv ko'rsa-chi bo'ldi, buni tashlab yuborishni tavsiya qiladi. Ishlasa ham hamma narsa joyida ko'tarilyapti, yonyapti, uchala faza o'tyapti. Shunday bo'lsa-da tavsiya qiladi. Qat'iyan man qilmaydi. Yana sostenasi yaxshi bo'lsa, mayli ishlatur deydi-ku, lekin imkon bo'lsa alishtirib yubora qolgan deydi. Chunki uje bu yarimta bo'lib qolganda, bunga uje u qadar ishonch yo'q-da bunga. Bunga ham. Demak, nimaga? Hamma gap o'sha kontaktlar, mexanizmdan. Xo'p, qisqa tutashuv ko'rsa, nimadir bo'lsa, yoki ko'p o'chib yongandan, farazan mana bu yerdagi kontaktlar qorayib qolsa-da, bitta palasidan o'tmay qolsa, o'yindan chiqib ketsa. Bir yog'i tegmasa ham bo'ldi-da, mana bu ko'prikcha. Bu yog'i mana bunday ajrab tegmay qolsa yoki qorayib, okisleniya bo'lib, mana shu yerdan tok o'tmay qolsa bo'ldi-da, nima bo'ladi? Birdan 600 amper tok mana bu ikkitaga buriladi. Ikkitaga buriladi. Ya'ni bu 100 misolimizda bizani 100 amperligida 300 amper o'tkazayotgandik-ku. Bo'ldi. Bitta palasi o'yindan chiqsa, bunisimi o'rtasimi farqi yo'q. Nimadir bo'ldi, qoraydi, o'tmay qoldi. Yoki ko'prikcha bitta qisqa tutashuvdan keyin zaklin qilib qo'ygan ekan. Qizib ketib, plasma sal eribdi-da, ko'prikcha bundoq qiyshayib tortganda ham oxirigacha yetib bormaydi. Mana bunaqa to'xtab qolar ekan. Biz bilmaymiz-ku, ustidan taq etib tortilaveradi. Ikkita palasa qoldimi? Biz bundan 300 amper o'tkazayotgandik. Nima bo'ldi? 150. Buni ko'tarish qobiliyati 100 ustiga yozib qo'ygan. Uji peregruz ketyaptimi? Qizib ketadi. Agar ikkita palasa o'yindan chiqib ketib qolsa-chi, bitta o'ziga butun 300 amper tushib qoladi, yonib ketadi. Uni avtomat ham o'chirmaydi. Mana shundan pajarlar chiqqan, katta talofotlar yetgan. Avtomat o'chirmaydi. Nega o'chirish kerak? 300 amperli avtomat turibdi-ku. Avtomat bilmaydi uni. Mana bu yerda biz ximeshit qilib, o'zimizcha bozorga tushishga erinib, pulimizni ekonom qilib, aka, mana bu yerda o'zimiz qo'l ostimizda skladda bor ekan-ku, mashina shuna perimechka qilsang, bir odam aytdi, dars ko'rdim men YouTube'da. YouTube'da darslari bor ekan, o'sha odamni ko'rsam, mana bu amper har bir palasaga nisbatan yoziladi. Demak, perimechka bersa, shuncha kiratni oshadi dedi. Mashina qilib qo'y degan. Mana bu ishlarni avtomat o'chirgich bilmaydi-ku, bu yerda 300 talik turibdi.
Bo'ldi, bu 300 amperdan oshsa o'chiradi. Mana bu bitta palasi o'yindan chiqib ketib, qorayib qolib, tok ikkitaga burilib, uje bunda перегруз ketyapti, uje qizib cho'g' bo'lish ketyapti, pajarlar boshlanayotganini bu qayerdan bilsin? Va bu ham tepalarda ham mana bunaqa usul qilib bo'lmaydi, mana bunaqa qilib. Hatto tok tomondan mumkin. Mana hamma narsa idealniy bo'lsa mumkin. Qisqa tutashuv bo'lmasa hech qachon unga hech kim kafolat bermaydi-ku. Agar siz aytsangizki, men garantiya beraman 200-300%, o'zi 100% dan oshmaydi hech narsa. Endi gapini yanada tasdiqlash uchun, obraz uchun 300% deb qo'yadi bir xilla, 1000% deb qo'yadi. U asli bema'ni gap. Asli 100% dan oshganning u yog'ini foydasi yo'q. 1000 trillion foiz deb balandparvoz gapning foydasi yo'q. Matematik bema'ni gap bu. 100 dan oshmaydi. 100% desa yetadi o'sha. Yo bir xilla yana ham mana gapini obrazini chiqsin, bo'rtsin deb mubolag'a bilan 1000% deb qo'yadi. Agar 1000% garantiya bersa, mana shu zanjirlarda hech qachon o'ta yuklanish, hech qachon qisqa tutashuv bo'lmasa, demak mana shunaqa bemalol o'rnatib ketish mumkin. Ana unda aytaman, o'rnatib bering deb, hech narsa qilmaydi. Lekin unaqa garantiya yo'q u. Kim biladi, qisqa tutashuv любой payt, любой joyda bo'lishi mumkin. Mana shuning uchun ham mana bu usullar qo'llanilmaydi. Lekin avtomat o'chirgichlarga amper yozadi. Shuning uchun amperda ishlash qulay. Chunki kilovatdan keyin baribir amperga qaytib keladi-da. Shildikka qaraydi, kilovatni qiladi, keyin menimcha kilovatda bu 3 fazali bo'lsa, mana quvvatlar umumiy yoziladi. Diqqat qiling, quvvatlar 3 fazali iste'molchi. Shuni 120 kilovat ekan. Mana quvvatlar summarnisi yoziladi. Demak, mana shu yerda har bitta 3 fazali vodnoy avtomatdan ham, kontaktordan ham, hamma yerdan mana shu 120 kilovat ana bu yerda bo'linib oqadi. Demak, har bitta palasaga 120 bo'lib 3 40 kilovat, 40 kilovat, 40 kilovat bo'lib mana shunaqa o'tadi. Quvvatlar summarni yoziladi, lekin toklarchi amper yozilganda xalqaro kelishib olingan, butun dunyoda xalqaro kelishib olingan, summarnisi yozilmaydi, bitta palasani yoziladi. Mana shu ustiga yozib qo'ygan amperni ko'rdingizmi? Bilaveringki, mana buni o'zi shuncha o'tkazadi. O'rtani o'zi shuncha o'tkazadi, o'ng tomonni o'zi shuncha o'tkazadi. Kontaktorga 80 amper deb yozib qo'ydimi? Demak, bilaveringki, chap tomon palasi 80 o'tkazadi, o'rtadan ham 80, o'ng tomondan ham 80. Amper hamisha bitta palasiga nisbatan gapiriladi. Shuning uchun shildikka qarab kilovatni bilib, yana aylanib, yana amperga o'girib, baribir aylanib, o'rgilib, to'g'ri qisqa yo'l turganda bunday aylanib kelyapti-da, baribir amperga kelyapti. Kabel tanlaganda ham baribir jadvallarga qarab amperga yarasha secheniya tanlayapti. Avtomat bering menga litoy korpus deganda ham necha amperlik deyapti. Do'konda necha kilovat demyapti. 100 amperlik deyapti. Baribir oxirida amperga o'girilyapti gapi. Shuning uchun boshidanoq amperda ishlagan, amperda gaplashgan, amperda tokka tayangan qulay. Shuni odat qiling siz ham. Xo'p, demak, mana shu masala. Demak, tarmoq bor. Vodnoy shit deylik, biz uchun tarmoq shu. Bu yerda elektr energiya bor. Mana bu yerda bitta uskuna bor. 100 amper olar ekan. Sex deylik, 100 amper olar ekan. Demak, bunda devor bo'ylab bu yoqda turgan ekan. Keyin burchakdan bu yoqqa qaylib kelib turib, mana bu yerga kirar ekan. Masofa 80 metr ekan. 80 metr 100 amper. Mana shuni ulash kerak. Ulashi uchun o'zini hisob-kitob va ko'zimizga tushgan kabelni olib, ko'zimizga tushgan simni olib ulab tashlamaymiz-ku. O'zini hisob-kitoblari bor, o'zini birdan jadvalga murojaat qilamiz. To'xta deymiz. 100 amper ekan. Qani men jadvalni ochaylikchi. Darrov telefonimizda bor, jadvalni ochamiz. Bu yerda bunday yozgan mana.
Mana bu yerda secheniya yozgan mana. 1,5 mm kvadrat, 2,5, 4, 6 o'zini standart qatori bor, 10, 16 va hokazo. Va bu yeriga mis yozgan, bu yeriga alyumin yozgan. Va nima qilgan? Demak, 1,5 kvadrat alyumin bo'lsa, yozgan 17 amper deb, 2,5 kvadratga 25 amper yozgan, 4 kvadratga 35 amper yozgan va hokazo. Va misga ham mis alyumindan ko'ra muayyan secheniyada, muayyan bir xil secheniyada uzr, men misnikini yozib qo'yaman, misni bu yoqqa o'tkazaman. Bular misniki. Alyuminchi kamroq ko'taradi. 1,5 kvadratini o'zi masalan 12 amper, 2,5 kvadratiniki 16 amper, 4 kvadratiniki kamroq yuradi. Masalan 27 amper. Mana shu jadval. Shu paytgacha kim e'tibor qildi, kim qilmadi? Jadvalda umuman nima bor? Secheniya bor va tok bor. Uzunlik yo'q-ku. Qani qaysi jadvalda uzunlik ko'rgansiz? Bironta joyda uzunlik yo'q. Kim e'tibor qilgan, kim qilmagan? Uzunlik yo'q. Lekin bo'lishi mumkin 80 metr narida turgan bo'lishi mumkin. Mana bu elektr qurilma iste'molchi tarmoqdan, shitdan, elektr shitdan 8 metr narida yonida turgan bo'lishi mumkin. Uzunlikning nima ahamiyati yo'qmi? Bor ahamiyati. Unda nega jadvalda uzunliklar berilmagan? Mana bu jadvallar qisqa masofalarga bir o'rtacha statistik hayotda ko'p uchraydigan 10 metr, 15 metr, boring ana 20 metr. Boring ana 20 metr bo'lgan mana shu o'rtacha rastyanalarga yozilgan. Bu anu 100 metr, 300 metr narida tursa-chi, bormi shunaqa joylar bor? Mana dala sharoitlarida bir tepada turadigan selskaya tipa deydi. Tepani yerda turadigani bor, garajskoy, tepa deydi. Bu garaj shahar tipi. Qishloq tipi bor, tepaga qo'yib qo'ygan. Konstruksiya boshqa biroz. Ichida prinsip o'sha transformator. U yerda turibdi, mana bu yerda yerni kavlab ko'p kuzatamiz. Chuqur qilib artizan kovlab ketgan, boyagi burovoy mashina turbalarini tiqib tayyor qilib ketgan. O'sha yerga uzun mana bunaqa torpedaga o'xshagan glubinniy nasos deydi. O'shani tushirib qo'yib suv, demak sug'orish kerak. Nasos qayerda-yu? Boyagi tepa dala sharoitlarida keng joylar bo'ladi, dala. O'z nomi bilan dala-ku. Kichkina dala bo'lmaydi-yu, 10 metrga 10 metr. Tepa qayerda? Drenajli nasos qayerda? 300 metrlab. Bu 300 metr uchun yozilmagan bu jadvallar. O'rtacha 15-20 metr uchun yozilgan bu. Hattoki mana bunga ham to'g'ri kelmaydi. 80 metr bizning misolimizda. Lekin orientirga yaxshi. Masalan, mana shu, demak, tavsiyadan ko'ra tavsiya qilingani ko'taradi shu secheni. Ko'taradi. Ya'ni rastiyani uzun bo'lib qolsa, tok oshib ketib qolmaydi-ku. Qaraymiz. Alyumin, misga emas, alyuminga qaraymiz, Sexlarda, zavodlarda alyumin. Men o'zim ham tavsiya qilaman. Shart emas biz. Bir xil berilib ketganja mis. Voy mis zo'r-da. Mis unaqa alyuminni xuddi ikkinchi sortda. Alyumin ham zo'r. Hech qolishmaydi. Jazosi bir secheni baland yuradi. Shu xolos, farqi bir xil. Faqat buni 1,5 qo'yadigan joyga bundan 2,5 qo'yasiz. Misdan 2,5 qo'yiladigan joyga bundan bitta kengisini qo'yasiz, 4 qo'yasiz. Buni 4'ning o'rniga 6 qo'yasiz. Va solishtirma qarshiligi endi shunaqa yaralgan ekan, bu shunaqa tug'ilgan ekan, bu misni taqdiriga shunaqa yozilgan ekan, solishtirma qarshiligi 0,017 ekan. Alyumin shunday yaratilgan ekanki 0,028 ekan. Va bu yog'i bor 10 mm² metr. Mana sal solishtirma qarshiligi kattaroq bo'lgani uchun, ya'ni tok o'tkazish qobiliyati pastroq bo'lgani uchun misdan keskin past emas u. Qaranglar, 17 da bu 34 emas-da, 0,034 bo'lganda, 17 dan 2 barobar katta bo'lganda, biz ham 2 barobar katta olardik. 1,5 mi misni o'rniga alyumin qo'yish kerak etsa, 1,5 ko'paytirib 2, 3 bo'ladi. 2,5 ham bo'lmaydi. Majbur mana buni olardik. 4 kvadratni o'rniga 4 kere 2, 8, 6 ni ola olmaymiz. Majbur 10 olardik.
Ha bu 2 barobar emas u. Solishtirma qarshiliklar farqi 34 emas, 17 dan sal baland xolos. 17 dan. Sal baland xolos. Shuning uchun bir standart yuqori olsa bo'ldi 1,5 molniga. Yo, mis qimmat ekan, meni cho'nchagim ko'tarmayapti yoki xohlamayapman, oshiqcha xarajat. Alyumin qilmoqchiman. Bemalol marhamat, qilvering. Faqat 1,5 molniga buni 2,5 ma to'g'ri keladi. 2,5 molniga buni to'g'ri. Biroq bir standart, bir qadam keyingisini buni o'rniga tashlang bo'ldi. Mis bilan bemalol olishaveradi, tepa-teng. Raqobat qilaveradi misga. Va alyumin juda arzon, juda ham arzon bo'lgani uchun ishlab chiqarish sexlar o'zi odatda kuch zanjirlari, katta toklar mana bunaqa 100 amper, 200, 300 mana bunaqa amper tok oqadigan joylar nima bo'ladi? Alyumin qilinadi. Nafaqat bizda, butun endi bizda regionda pul kamroqda, qo'limiz kaltaroqda, bizda arzon narsa ketadi. Yo'q, Yevropada ham, Amerikada ham kuch zanjirlariga alyuminga urg'u bergan, ularga ham yoqadi arzon narsa. Qolaversa bu yengil bo'ladi ancha. Hech qanaqa aybi yo'q. To'g'ri, ichki montajlarga men ham tavsiya qilaman. Ichki montajlarga. Chunki alyuminni to'g'ri, bu yerda faqat tok o'tkazish qobiliyatiga miya fokuslanib qolish kerak emas. Tok o'tkazish qobiliyati bitta masala. Buni jazosi bir standart misni o'rniga kattaroq alyuminni keyingi qadamidagi sechakdan tashlasa bo'ldi bu tomondan. Lekin alyuminni mo'rtligi va ko'p ham sizga imkon bermaydi. Misda mana shitlar yig'ayotganda bundoq buklab ko'rasiz, mana bu noto'g'ri o'rnatib qo'ygan bo'lasiz. Pasatga qila olmaysizda avtomatik taqib yuboramiz-ku. Ya erinmay endi boshqatdan yechlaring, pastroqga olinglar deb yana tiqib, yana olib, yana tiqib, mis o'ta plastik bo'lgani uchun o'nlab, 50lab marta bemalol bukaz, rejangiz o'zgarib qolsa to'g'rilaysiz. Mana bu yoqdan olib kirib ko'rasiz, rejangiz o'zgarib qolsa bundoq qilasiz. Rozetka o'rnatayotganda ham uzoqdan qarab, mana bu sal qiyi bo'lib qopti deb sug'urasiz, tiqasiz, tortasiz, tiqasiz. Bir qancha rejangiz o'zgarib qolishiga mis imkon beradi, plastik bo'lgani uchun. Plastichniy bo'lgani uchun. Alyuminchi bukilishga yo'q bo'lgani uchun imkon bermaydi. Alyuminda o'ylab 7 o'lchab bir kesish kerak. Misda bir o'lchab bir kessiz bo'laveradi. Sizda 7 marta adashishga imkon beradi mis. Alyumin bermaydi. Alyuminda 7 o'lchab bir kesish kerak. Chunki u mo'rt. Olib sug'urib, menga yoqmadi deb olib sug'urib, qiya bo'lib qopti deb 2-3 marta olib sug'ursangiz, mana bu joyimda bo'ladi, devordan chiqib kelgan joy. Tirs etib ichidan uzilib beradi. Ja bo'lmasa, yoningizda uzilmasa, ertaga bitta nagruzka ulaganda chirs etib uzilib beradi, keyin telefon qiladi. Elektrik nima ishlamayapti xaladinligim deydi. Rozetkaga borsangiz yo'q. Uzilib qolgan ichidan. Shitlarda ham boyagi katta kabellarni bukib pasatga qilaman degan qalin kabellarda ishlanadi, kuch zanjirlarida. Katta tokli zanjirlarda qalin kabellarda ishlanadi. Temboli alyumin bo'lgandan keyin bir standart ko'targaningizdan keyin yana ham qalin kabellarda 70 mis o'rniga 95, 120 kvadrat alyumin bo'lgani uchun nima deb bukib olavermaysiz. Shuning uchun 7 o'lchab va ko'p bukilishga yo'q, shu kamchiligi bor. Mis bukilaveradi. Va oksid plonkasi mustahkam juda. Havodagi kislorodni o'ziga tortib olib, birdan oksidlanib qolgandagi plonkasi misnikidan ko'ra mustahkam. Ko'pincha slabiy kontakt bo'lishga, o'sha yerdan yaxshi tok o'tib, ularni alyuminda ishlaganda yaxshilab qotirib, hamma narsaga puxta qilish kerak-da. Nomiga sal qotirib ketaverish yaramaydi. Alyumin ko'proq diqqat talab qiladi. Mana shu kimyoviy aktivroqda, boyagi okisleniya tomonidan. Mana shu kamchiliklari bor. U haqida darslarimiz bor, ko'rib qo'yasizlar. Demak, alyuminni qaraymiz, ishlab chiqarishda o'zi alyumin oladi. Hamma butun dunyoda shu, bitta bizda emas. Ichki montajlarda mis yaxshi. Tashqi kuch zanjirlarida, tepalardan tortishda, vodnoy kabellarda, yerga ko'mib kelinadigan kabellarda alyumin anchayin arzon bo'lgani uchun 120 tepalarga 185 kvadratdan ikkitalab tashaladi. 240 kvadratdan ikkitalab tashaladi. Boring ana mis yaxshi o'tkazar ekan, 240 kvadrat alyuminni o'rniga 185 mis qo'yamiz. Bo'ladimi? Bo'ladi bemalol. Yaxshi o'tkazgani uchun mis.
Lekin 240 kvadrat alyuminni narxi qatta-yu 185 kvadrat misni narxiga yaqinlashib bo'lmaydi. Bu shu darajada agar 50% baland bo'lganda hamma mis ovurardi. Hattoki ko'miladigan o'sha men alyumin tavsiya qilayotgan joylarga ham mis ovurardim. Men ham alyumin tavsiya qilmasdim. Aytardim, nima qilasan? Puli bir xil, mis ovur derdim. Ha? Yarim baravar emas, 1 baravar emas, 2 baravar emas, ha? 4-5 baravar qimmat u, cherrechur qimmat u. Bu 100 ming bo'lib turib, bunisi mis 150 ming bo'lsa mis olgin derdim men ham. Buni 1 metr narxi 100 ming deb, boring yana 200 ming bo'lsa ham mis olgin derdim. 2 baravar qimmat bo'lsa ham. Lekin unaqa emas, bu 100 ming bo'lgan joyda 500 ming buni narxi 1 metr. 4-5 kratna qimmat. Misni narxi vobshe misga yaqinlashib bo'lmaydi. Bunaqa katta kabellarda 185, 240 kvadratlarda tinchgina alyumin oladi hamma. Va buni u qadar talofoti, bir zarar tomoni yo'q. Demak, mis tomonni sirazi ishlab chiqarishdamiz, olib tashlaymiz, alyumindan bundoq qaraymiz. Qarasak nima ekan? 35 mm kvadratni to'g'risiga 110 amper deb yozib qo'yibdi. Biz 100 amper olar ekan. 110 ga chidar ekan. Vo deymiz mana. Demak, mana shu yerga nima biz 35 mm kvadrat alyumin tashlashimiz mumkin ekan. Bu o'rta rastyanalarga yozilgan do'z. Bu boring ana 15-20 metr. O'rta statistik ko'p joylarda mana shu rastyanalar ostida turadi-da. O'z sexlarda ham mana bunaqa 80 metr narida turishi redki sulichi. Bir katta ishlab chiqarish sex hovlisiga kirsanglar ham bir ikkita narsa uzoqda turib qolgan bo'ladi xolos. Bir ikkita. Qolgan hamma narsachi vodnoy shitdan har holda devorni teshib, uni ulagan, narigisdan uni ulagan, buni ulagan, har holda 15-20 metr rastayana mana shu radius, mana shu doirada bo'ladi-da. Shuning uchun ham biz qo'rqmasdan foydalanib keldik shu paytgacha mana bu jadvallarni. Lekin bu jadval istalgan uzunlikka qo'llangin degani emas. 15-20 metrga ekan, bizda 80 metr, nega buni olyapmiz desa, qarang. Har holda nima rastayana oshgani bilan, uzun qilganingiz bilan mana bu tok oshib qolmaydi-ku, oshib ketib qolmaydi-yu. 20 metrda mana shu 100 amperga chidagan 40 metr qilsangiz ham mana bu tok ko'payib ketib qolmaydi. Ana kabelni uzunligiga qarab tok oshib qolmaydi. Tok faqat nagruzkaga qarab oshadi. Nagruzka sobit-ku. Bu hamisha 100 amper oladi bu. Hamisha buni yoniga 1 metr kabel bilan ulaysizmi, 80 metr bilan ulaysizmi, 800 metr oyoqqa olib tashlamaysizmi, 1 kilometr nariga. 800 metr nariga ulaysizmi? Bo'ldi, mana bu nagruzkani tok olish qobiliyati mana yozilgan. Bu o'zgarmaydi. Bu sizni qaysi rastiyanadan ulayotganingizga qaramaydi-ku nagruzka. Bu 100 amper oladimi? Ovuradi 100 amper. Yoniga olib borib o'rnating, bu yoqqa o'rnating, orqa ko'chaga olib borib o'rnatib qo'ying 1 kilometr nariga. Shuni oladi xolos, bu oshib qolmaydi. Shunday ekan, mana bu jadvalda yozilgan 15-20 metr rastiyanalar uchun deyapmiz, bu jadvallarni. 15-20 metr kabel uzunligi mana bu yerlarga ulanish uchun yozilgan 35 kvadrat. Demak, 80 metrga ham ishlayveradimi? Ishlayveradi, modomiki tok oshib qolmagandan keyin. O'sha 100 amper bo'lgandan keyin ishlayveradi bemalol. Bemalol foydalanish mumkin 80 metrga ham. Lekin mavzuga qaytamiz, zagolovkiga qaytamiz bugungi darsimizda. Secheni tanlashda o'tkazgich uzunligining ahamiyati. Demak, ahamiyati bor ekan. Ana endi mavzuga buramiz buni. 35 mm kvadrat alyumin tashlashimiz mumkin bo'lsa-da, 80 metr narida turgan 100 amper tok oladigan tarmoqdan nimadir? Tegirmonmi, motormi, chillermi, stanokmi? Demak, 35 amper, 35 mm kvadrat alyumin qizib, cho'g' bo'lib yoki cho'g' bo'lmasa ham qizib, shunaqa qaynoqligidan ustidagi izolyatsiyalari erib, oqib, kezi bo'lib, portillab, yonib, bang'illamas ekan, 100 amperga turib berar ekan, demak 35 kvadrat tortishimiz mumkinmi? Mumkin. Lekin mana endi bilinib qoladi mana shu jadvaldan foydalanib bo'lmasligini. Bu yerda nima omil bor?
mana bu darsimizni bundan oldingi tokning iqtisodiy zichligi dediga mana shuni uzviy davomi desak ham bo'ladi bu darsimizda. Mana shuni uzviy davomi desak ham bo'ladi. Bu yerda nima bor yana omil kishi bilmas. Ko'pchilik nazardan qochirgan nima bor? Ayniqsa sohamizga endi kirib kelayotgan yoshlar, shogirdlar hali bu darajada globoko bilmaydi-da, ular jadvalni ko'radi, bo'ldi, tanlayveradi. Bu darajada hali globoko kirmaganda ilmga. Mana endi Xudo xolasa mana siz kimlar kuzatyapti? Ha? Mana shuni yoyilishiga hissa qo'shing. Mana obunachilarimiz soni ancha oshdi. 12 mingtadan oshdi, Xudoga shukr. Lekin bir qaysidir ashulachining obunachilar soni 100 minglab. Yana kimdir bir ikkita bema'ni video tashiydiganlarning obunachilarning soni yarim millionlab. Ularga nisbatan hali juda kam. 12 ming. O'zi nauki shunaqa yuradi. Ming afsuski, naushli narsalarning obunachisi ham kam bo'ladi, ko'ruvchisi ham kam bo'ladi. Har xil show, biznes, oldi qochdilarni kuzatuvchisi ko'p bo'lar ekanda hayotda. Na iloj endi. Lekin shunday bo'lsa-da, mana faqat o'zingiz kuzatavermasdan tanishlar, bir kimlar shunga sal qiziqqanmi, soha vakilimi yoki sohaga endi kirib kelyaptimi, videolarni ulashib mana shuni ko'rgin deb dalolat qilib, YouTube kanallarimiz, playlistimiz, energiya tizim degan playlist, 04 kilovolt olami degan mana bu playlistlarni nima oson. Shunday mana bu yerda podelitsani bosadi. Podelitsa emaildanmi, WeChatdanmi, WhatsAppdanmi, Telegramdanmi, shuni Telegramni bosib podelitsa qilib, shularni ko'rgin, bizning sohamizga oid ekan. Lekin sal uzoq gapirilgan, sal ezmaroq odam ekan. Bu ogohlantirib qo'ying. Ezmaroq odam ko'p gapirar ekan. Ba'zida o'zim ham asabim buzilib ketyapti. Va sekin gapirar ekan, unda battar buzilib ketyapti. Bir darslarning uzunligidan asabim buzilib ketsa, bu ma'ruzachini, ya'ni meni sekin gapirishidan battar tutoqib ketyapman. Lekin bir ikkita foydali gaplar ham gapiryapti. Bir narsalarni olyapman o'zimga. Yaxshi tasavvur qilyapman sohani. Shunisiga rozi bo'lgan holda mana tezlik yaxshi YouTube'da yaxshi tomoni tezlik bo'yicha o'zi qo'yib oladi. 1,5 kratniga qo'yib olinglar. Men o'zim ham bilaman, sekin gapirishaman. Bitta narsani ko'p hijjalab qayta gapirishimni ham bilaman. Ba'zida asabni buzib yuborishimni ham bilaman. Lekin shu kamchilikda, hamma kamchiligi bo'ladi-yu. 1,5 kratniga qo'yib olinsa, bo'l, muammo yo'q. Bo'l, tezlikni o'sha yerda skorost degan joy bor. Nastroykaga kirib, YouTube ekranida nastroyka, skorost. Normal 1:1 dan shundoq. Bitta pasi 1.25, undan ham keyin 1,5. Shundoq bosib, birdan tezlashadi. Demak, 1 soatlik narsa 40 minutga tushadi sirazi. 1,5 barobar tezlashgani uchun. 1,5 soatlik dars, vahma ko'ringan dars 1 soatga tushib qoladi. Ko'rish ham oson bo'ladi. Asabni buzadigan sekin gapirganim ham o'sha yerda to'g'rillanib ketadi. Va choralari bor. Kerak odam ko'rib oladi, kerak odam yo'lini qiladi. Mana shularni ulashib qo'ying. Obunachilarimiz ko'paysin mana. Va mana bularni ko'rib tushunib olsin keyin. Oddiy jadvalga qaragandan keyin boshqa nyuanslar borligini bilsin. Demak, ikkinchi tomondan nima ekan? Kuchlanish tushuvi degan narsa bor ekan. Kuchlanish har 1 millimetrda tushib borar ekan. Har 1 millimetrda. Mana bu yerda testerni olib kelib o'lchasak 220 bir faza deb qaraylik. Odatda bunaqa amperli nagruzkalar 3 faza bo'ladi. Hozir tushunish oson bo'lishi uchun 1 faza deb qarasak, vadnoy shitimizda 220 bo'lib turgan bo'lsa, kelib mana buni kiraverishiga endi tester qo'ysak, nima bo'ladi? 220 bo'lmaydi hech qachon. 80 metr yo'l yurib, nima bo'ladi? 210 bo'lib qoladi. 10 voltga pasayib qolgan. Ba'zida 205 bo'lib qoladi. Ba'zida 180 bo'lib qoladi.
Mana bu xatolik sabab. Mana shu haqida gaplashyapmiz. Nega 180 bo'lib ketdi? Xato qilgan shu yerda. Umuman aytsa nima bo'ladi? Kuchlanish albatta pasayadi. Albatta o'zi mana shu pasayish o'zi aktiv quvvat isrofi. Bundan oldingi darslarimiz uzviy davomimizda ko'pchilik balkim u darslar og'irlik qilgan bo'lishi mumkin. Nima bu yerda i kvadrat, rho, l, s, soat, men chalg'ib ketdim. Menga og'irlik qildi bu deydiganlarga yana bitta qulay yo'li bor. Mana shuni ikkinchi ma'nosi bor, kuchlanish tushuvi. Mana shu yerda qancha vat yo'qotyapman deb bundan oldingi darslarda podrobni tushuntirib berdim. U menga og'irlik qildi. Soddaroq yo'li yo'qmi? Desa, sodda yo'li bor. Farazan mana shuni tortdingiz 35 kvadrat bilan testerni olib keling. Odatda shitlarda ham 220 bo'lishi qiyin. Hozir masalan 217 deylik, realni 217 volt ekan. Mana bu yerga kelib o'lchovdingiz, testerni oling, o'lchang, 205 volt ekan. 217, 205. 17 dan mana shu ikkalovini ayirmasi nima bo'ladi? Ayirmasi mana shu delta U deydi. Ayirmasi nima bo'ladi? 217 minus 205 12 volt bo'ladi. Mana shuni delta U ni kuchlanish pasayishi deydi. Ya'ni boshi bilan oxirni farqi 12 volt. 205 ga 12 ni qo'shsangiz 217 bo'ladi. 12 voltga pasayib qoldi kuchlanish. Nimaga pasaydi? Kuchlanish o'z-o'zidan pasayadimi? Yo'q. Yo'lda nimadir bo'ldiki pasaydi. Nima bo'ldi o'sha? Qarshilikka uchradi. Qarshilikka uchradi. Atomlar chayqalishiga ketib qoldi. Bir qator omillar sabab pasaydi bu. Demak, ikkinchi tomondan yuqorigi darslarimiz ana bor-ku, qo'limizdan qancha pul oqib chiqib ketyapti. Aktiv quvvat isrofini bilishni yana bitta oson yo'li testerni olib, shundoq butda o'lchang, shundoq butda o'lchang, bir-biridan ayiring, o'sha chiqqan voltni oqadigan tokka ko'paytiring. Mana shu yerda 100 amper tok oqadimi ishga tushganda va ya'ni i'ni, tokni delta U ga ko'paytiring. Mana shu chiqqan vat, mana shu quvvat isrofi teng bo'laveradi. Bundan yuqoriga oldingi darslardagi rho, l, s, i kvadrat qilib uzun hisoblagan narsangiz mana shuni o'ziga sodda ko'rinishi teng bo'laveradi. Mana shuni o'ziga 100 amper 12 volt. Nima bo'ldi? Mana 1200 watt. Bo'ldi. Har soatda 1-2 kilovat mana shu yerda issiqlikka aylanib yo'qoladi. Har soatda ko'ryapsizlarmi? Bu katta narsa o'sha. Mana bunaqa hisoblaysiz ham shunga yetib kelasiz. Oddiy oqadigan amperni kuchlanish qanchaga pasayib qoldi? Delta U ga mana shu yerdan oqishi mumkin bo'lgan tokka ko'paytiring bo'ldi mana. 1200 watt. Va har kuni bu 8 soat ishxona bo'lsa 8 soat ishlaydigan, endi ishxonalar odatda ishlab chiqarishlar 8 soat ishlamaydi. Ko'p 12 soatlab ishlaydi. Va 10 soat deylik, 10 soat deganda nima? 2 kilovatni 10 soati 12 kilovat soat. Qarang. 12 kilovat soat har kuni qo'lingizdan oqib chiqib ketadi. Mana bu kabelni qizishiga ketib qoldi. 12 kilo. Bugungi pulga o'girsak buni 800 so'mga nima? 8 bo'lganda 96 bo'lamidi? Yoniga ikkita nolni qo'yib qo'yamiz. 9600, 10000 so'm. Mana har kuni 10000 so'mingiz mana shunga ketib qoldi qizishiga. Bir oyda 300 000 bo'ladi shu ham. Bir oyda 300 000 bo'ladi. Kattami summa? Biroz kattaroq 300 000. Prosta tak 300 000 mana bu kabelni qizib yotishiga men to'lasam. O'z-o'zidan nima xulosa keladiki, 100 amper oqadigan joyda 12 voltda kuchlanish pasayishi bu ko'p ekan. Bunga yo'l qo'yib bo'lmas ekan. Kamroq bo'lish kerak ekan. Siz tokni kamaytira olmaysiz. Bizning qo'limizdan kelgani delta U ni kamaytirish. Tokni kamaytira olmaymiz. Mana bu uskunaga yeta olmaymiz. Sen kim yasadi seni? Xitoy yasadi. Sen 100 amper olasanmi? Ha. Yo'q, sen 50 amper ol. 100 amper olishing menga qimmatga tushyapti deya olmaymiz bunga. Uskuna 100 amper oladi. Okeanni tagiga olib tushsangiz ham 100 oladi. Marsga olib chiqib qo'ysangiz ham 100, Oyga olib chiqib o'rnatib qo'ysangiz ham 100 oladi. Tamom bu. Tamom, lampochka 100 wattli lampochka 100 watt olib yoritaveradi-da, qatta uni ulasangiz ham. Uni hech kim kamaytira olmaydi, hech kim noinsof lampochka ko'p amper olasan. 50 amper olganda menga lekin o'sha ishni qilavergin deya olmaysiz.
Bu shunda yaraldi bu. Ha? Xuddi dvigatel misolida 15 kilovatli dvigateli sen 15 kilovat menga og'irlik счётчигini chirpiray qilib yuborsan. Ha? 4 kilovatda ishlagin desa hop deb ishlaydi, faqat 4 kilovatli ish qilib beradi-da. Yo'q, sen 15 kilovatda ishini qilgin-u, o'zing tarmoqdan 4 kilovat olgin deyish bu qanday absurd gap bu? Bema'nilik. Uni hech kim qilmaydi. Shunday ekan biz amperga aralasha olmaymiz. Biz faqat delta U'ga aralasha olamiz. Mana shuni nechog'lik biz kamaytirsak, 217 dan mana bu keskin farq qilmasa, 217 bo'lsa 205 bo'lmasa, ana endi keling, shunday bir choralar qildikki, bu yerda 217, bu yoqdachi 210. Ana endi kuchlanish keskin pasaymadi. 7 volt, delta 12 volt emas. 7 voltga pasayish bo'ldi xolos. Demak, 100 amperni endi 7 ga ko'paytirsak nima bo'ldi? 1200 emas-da o'sha. O'sha 700 watt bo'ldi. Bir kunda 10 soat ishlasa, demak 7 kilovat bo'ldi. Buni 800 so'mga ko'paytirsak, demak 5600 bo'ldi. Mana 9600 qatta-yu 5600 qatta. Salkam 2 baravar kamaydi va bir oyda biz 300 ming so'm prosta mana shuni qizishiga to'layotgandik. 300 ming so'm endi 150 ming so'm to'laymiz. Har holda kamaydi. Mana shuni qanday amalga oshirdik? 217 ni nega birinchi gal juda tushib ketdi-da, endi 7 volt qildik. Qanday qildik? Mana bunga aralasha olmaymiz, u aniq. Mana bu ko'paytmada, ko'paytiruv delta U da ga aralasha olmaymiz. Nagruzka o'zini amperni oladi. Faqat mana buni biz aralasha olamiz. Qanday qilib? Mana buni darsimizning keyingi qismidan davom etamiz. Demak, birinchi qismi tugadi darsimiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.